Yolg'iz yashayotgan erkak, qaysi yoshda bo'lishidan qat'iy nazar, yolg'iz yashayotgan ayol, nikohsiz yashayotgan ayol bilan erkak birodarlar shar'an yalang'och inson hukmida turadi. Yalang'och hisoblanadi. O'shaning uchun shariatimizda nikohga targ'ib qilingan, nikohga da'vat qilingan, uylaninglar, uylantiringlar degan. Nikoh meni sunnatimdir dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Allohning salovatlari, salomlari bo'lsin. Meni sunnatim dedilar. Mana shu sunnat. Halol dasturxon, halol noz-ne'mat, iymonli insonlarni chaqirib kelinglar, yenglar, ichinglar. Qizimiz voyaga yetibdi, xaridor chiqib qoluvdi, tengini topuvdik. Shu omonat qizimizni omonatiga egasiga topshirib qo'yaylik, xasmiga topshirib qo'yaylik. O'g'limiz voyaga yetibdi, uylantiryapti, kelinglar, bir duo qilinglar. Farzandlarimizga baxt bersin. Kelajak hayoti serfarzand bo'lsin, serdavlat bo'lsin, qo'sha qarisin deb duo bilan boshlanib, duo bilan tilovatlar bilan boshlanib tugatiladigan to'y bu.